Bir ko'rib kulgisi keladi, bir jahlingiz chiqadi. Hayron qolaman-da. Ba'zi bir insonlar xalqimga manfaatim tegsin deb izlanib, o'ylanib yaxshi video chiqaradi-da, haligi 5000 ta, 10 000 ta ko'rilsa, marta 2 kishi chiqib olib likkalagan videosi millionlab ko'rilyapti. Nimadir xato emasmikan? Trend o'zi nima degani? Bosh mavzu yo o'zgarishmi yoki reklama qilgani trend tana namoyishimi? San'at desam san'at emas. Kasb degani tilim bormas. Chiqib olib likillar xolos. Trend tana namoyishimi? Foydasi, ma'nosi ham yo'q. Millionlab ko'rish biroq. Ko'rar ekan qaysi ahmoq? Trend tana namoyishimi? Orqa oldiga qaramay, hamma qilsa qilavermang. Trend video olmang, ko'rmang. Trend tana namoyishimi? Alisher qarib bo'ldimi? Zamondan ortda qoldimi? Zamonlari shumi endi? Trend tana namoyishimi?